Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va bizni kuzatib boruvchilar. Bugun biz BM Classic'ning Jizzaxdagi filialidamiz. Bu yerda nimalar joylashgan? Bugun shu haqida gaplashamiz. Bu yerda 320 lik EcoSolvent printerimiz va 5 metrlik EcoSolvent printerlarimiz bor. Joylashgan joyimiz esa Prospekt ko'chasi 101 mo'ykan to'g'rida joylashgan ofisimiz, 2 etajli zdaniyamiz. Zdaniyamizning qolgan qismi bilan birgalikda tanishamiz. Bu yerda kuxnyamiz joylashgan. Ishchilarimiz bu yerda ovqatlanadi. Kuxnyamizdan chiqish bilan biz yana bir yangilik qilmoqchimiz. Xudo xolasa 5 metrlik UV printer olib kelmoqchimiz. Xudo xolasa bu yerda ikkinchi mayda seximiz joylashadi. Ikkinchi etajimizda esa payga xizmatlari va har xil turdagi razmerlar va ranglar mavjud. Buni birgalikda ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum. Ikkinchi etajimizda 5 metrlikdan 2 metrgacha bo'lgan razmerlar, bundan tashqari har xil turdagi ranglar mavjud bo'lib, bu ranglardan xohlagan zakazlaringizni yasab bera olamiz. Bundan tashqari bizda payka xizmatlarimiz mavjud. Bu yerda asosan bizlar rossiyskiy garfondan foydalanamiz. Xalq tilida Zebra deb ataladi. Ushbu filialimiz yaqinda 2025-yilda o'z ish faoliyatini boshladi. Ana endi ochilish kutiladigan yangi ofisimizga birgalikda ketamiz. Biz Samarqanddagi yangi ochilish kerak bo'lgan ofisimizga yetib keldik. Bu yerda adresini tushuntirib ketadigan bo'lsak, Gagarin ko'chasidan kelishda 20 metr ichkarida 11-poliklinika yonida. Videoni shu qismigacha ko'rgan bo'lsangiz, bizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bu yerda ta'mirlash ishlari ketyapti. Buni birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Bu yerda biz sklad, ofis, magazin, yana shu bilan birgalikda biz bu yerda yangilik, ya'ni uchebniy sentr ochmoqchi bo'lyapmiz, natijali patolog sohasi bo'yicha. Bizni kuzatishda davom etsangiz, yangiliklar haqida keyingi videolarimizda aytib o'tamiz. Hozir esa BM Classic tashkil topgan birinchi seximizga yo'l olamiz. Biz Samarqand viloyati Payar tumanidagi eng asosiy BM Classic sexiga yetib keldik. Hozir bu yerda ham kichkina obzor qilib o'tamiz. Kirish joyida bizda payka xizmatlarimiz kutib oladi. Ikkinchi xonamizda esa ikkita 3200 golovka bilan jihozlangan printerimiz va dizayn xizmatlarimiz joylashgan. 2018-yil BM Classic birinchi marta tashkil topgan bo'lsa, 2021-yil ushbu birinchi seximiz o'z ish faoliyatini boshladi. O'zbekiston bo'ylab barcha dilerlarni hamkorlikka chaqiramiz. BM Classic bekorchi narsa emas, faqat sifat.